6,5 metr joyga shunaqa oshxona mebeli qidirami deydi. Shu oshxona mebelini nechi pulga tushganda topgan, birinchi kommentariyada topgan odamga Turkiyaga kishilik bilet qilib beramiz deb aytardimi, uni oshxonaga qaytaylik. Bu yerda ishlatilgan narsalar. Avent mexanizm, Blum firmaniki, buni quliyligi. Eshikli variantda eshik ochib o'tirganda ayol kishi kenayimda idish-tovoq yuvganda u yoqqa bu yoqqa harakatlanishlari uchun eshikni yopishlari kerak. Qo'lni artib eshikni yopib foydalanishlari kerak bo'ladi. Bunda tepaga ko'tariladi, bemalol u yoqdan bu yoqqa harakatlana oladi kenayim. Mexanizmlarning hammasi Blum firmaniki, o'rtacha 20 yil garantiya beriladi. Tortmalarning ham hammasi davotchikli, tegidan qotiriladigan mexanizm bo'ladi. 50-60 kilogacha bemalol yuk ko'taradi, yopilganda ham shunaqa sekin yopiladi. Tench firmaning kraskasi sepiladi, 7 marta podkraska, oxirida akril lak sepiladi. Mebel rangini yo'qotmaydi, rangiga 5 yil garantiya beramiz. Toshlar ham kvars tosh, tarkibiy shisha, suvdan qo'rqmaydi, iz tushmaydi, muammosiz ishlaydigan narsa. Xitoydan keladi. Bu yerda texnikalar hamkorimiz Hoffman firmani qo'lida bularga partnyorskiy skidga qilib klientimizga olib berganmiz. Keyin bu videoni pochchamlarga tashlab qo'ysangiz, nasibsi inshaalloh sizni uyingizda ham shunaqa chiroyli oshxona mebellari turadi, xudo xolasa.